Rossiyadagi patent muammosidan xalos bo'lish istagidagi hamyurtlarimiz uchun Rosuniversitet kompaniyasini taklif qilamiz. Rosuniversitet orqali siz nafaqat top mingtalik ro'yxatiga kirgan oliygohlarda ta'lim olishingiz, balki Rossiyada o'zingiz istagan oliygohga o'qishga kirgan holda 4 va 5 yil muddatga patent uchun pul to'lash majburiyatidan xalos bo'lishingiz mumkin. Rosuniversitet bu kelajagingiz uchun ulkan imkoniyatlar eshigi demakdir. Kerakli ma'lumotlar uchun ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Hafta ko'zgusi agentligining axborotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari 24-mayga o'tar kechasi har 3 daqiqadan butun Ukraina bo'ylab havo trevogasi e'lon qilgan. Hafta ko'zgusini Kiyev bosh shtabidagi o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, oldiniga Ukraina havo chegarasini Rossiyaning MiG-31K qiruvchi samolyotlari buzib kirgan va ular belgilangan harbiy obyektlarga zarba yo'llashni boshlagan. Keyin esa Ukrainani Xerson, Nikolayev va Kirovograd viloyatlariga Qora dengiz orqali qanotli raketalar hujumi qayd qilingan. Ko'p o'tmay hafta ko'zgusiga ko'ra, poytaxt Kiyevni suv omboriga 20 dan ortiq kamikadze droni hujum qilgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoning o'zini Telegram kanalida yozishicha, Rossiyani bu safargi javob zarbasi Kiyev uchun juda katta talofat keltirdi va hukumat hozircha poytaxtni ichimlik suv bilan qayta ta'minlash imkoniyatini butunlay yo'qotdi. Timur Tkachenkoning urg'u berishicha, Kiyev bu borada aniqrog'i vayronaga aylangan muhim infratuzilmalarni qayta qurish va ularni ta'mirlash borasida Bryusselga murojaat qilmoqchi. Negaki Ukrainaning o'zida bunday imkoniyat yo'q. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoning yakuniy xulosasiga ko'ra, Rossiya bu safar Ukrainaga o'z hujumlarini 00:32 da boshlab Kiyevni tong otguncha o'qqa tutdi. Kiyev bosh shtabining o'z hisobotida ma'lum qilishicha, Rossiyaning 24-mayga o'tar kechasi tashkil qilgan hujumida 50 dan ortiq raketa va turli xildagi 700 tagacha dron ishtirok etdi va Rossiyaning zarbalari sababli butun Ukraina bo'yicha 40 dan ortiq obyektda portlashlar sodir bo'ldi. Eshitmaganlar uchun eslatma. Die Welt agentligining axborotiga ko'ra, Germaniya parlamentidagi Germaniya uchun alternativa partiyasi Ukrainaga ilgari Shimoliy oqim quvuriga xizmat qilgan issiqlik energiya stansiyasini hadya qilish rejasidan voz kechishni talab qildi. Partiyaning fikricha, hozir bekor turgan bu stansiyani Ukrainaning emas, balki Germaniyaning Lubmin shahrida qoldirish kerak. Bundestag deputati Enrico Kimning aytishicha, gaz quvurlarini vayron qilinishiga sabab bo'lgan davlatga bu stansiyani berish ahmoqlik sanaladi. Endi Isroilni Livandagi shifoxonaga yo'llagan zarbasi haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting. Al-Quds agentligining xabar berishicha, Isroil 23-may kuni Livanning Sur shahrida joylashgan markaziy shifoxonaga hech qanday ogohlantirishsiz to'g'ridan-to'g'ri zarba bergan. Portlash natijasida shifoxona infratuzilmasiga jiddiy zarar yetgan. Ayrim bo'limlar butunlay vayron bo'lgan. Qimmatbaho tibbiy uskunalarga talofat yetgan. Shuningdek, hududda turgan tez yordam mashinalari ham zarar ko'rgan. Xabarda aytilishicha, Isroilning hujumidan keyin 25 nafar shifoxona xodimlari turli darajada jarohat olgan. Ayrim bemorlarning holati esa juda og'ir. Qutqaruv xizmatlari hozir ham voqea joyida ish olib bormoqda. Xalqaro gumanitar tashkilotlar va Beyrut rasmiylarini ta'kidlashicha, Isroil armiyasi tomonidan fuqarolik va tibbiy infratuzilmalarga qaratilgan hujumlar xalqaro gumanitar huquq hamda Jeneva konvensiyalarini jiddiy buzilishi hisoblansa-da, Isroil qon to'kishni to'xtatmoqchi emas. Aytgancha, Axios agentligining ma'lumotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasida 60 kunlik o'zaro kelishuv memorandumi imzolanishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, ushbu kelishuv 60 kun davomida amal qiladi va uzaytirilishi mumkin bo'lib, shu davrda harbiy harakatlar to'xtatilishi hamda Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar davom ettirilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, axborotlarga ko'ra, shu vaqt mobaynida ayrim sanksiyalar yumshatilishi va bahsli masalalar bo'yicha kengroq kelishuvga erishishga harakat qilinadi.
Endi amerikalik mashhur siyosatshunos Fransis Fukuyamani zaiflashib borayotgan Qo'shma Shtatlar haqidagi fikrlariga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Fransis Fukuyama Amerika Qo'shma Shtatlarini zaiflashib borayotgan davlat sifatidagi holat haqida fikr bildirib, amerikaliklar qudratining pasayishiga 2016-yildan boshlab Donald Trampni siyosatga kelishi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilganini aytgan. Uni fikricha, Tramp Amerika Qo'shma Shtatlarini Xitoyga nisbatan kuchsizlantirishga olib keladigan qarorlar qabul qildi va bu jarayon mamlakatni global ta'sirini pasaytirdi. Siyosatshunosga ko'ra, Tramp mamlakatni oldindan ham bo'lingan holatdan yanada ko'proq qutblashtirdi, fundamental ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishni qisqartirdi va dunyoda eng kuchli hisoblangan Amerika universitetlariga qarshi chiqdi. Fransis Fukuyamaning nuqtali xulosasiga ko'ra, Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari kelajagi uchun Xitoy yoki Rossiyadan ham kattaroq tahdid hisoblanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.